Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Men Serapova Rixsixonman. Chinoz rayonidan keldim bu sanatoriyaga. Farg'ona koinot sanatoriyasi ekan. Farg'onada joylashgan ekan. Juda ham yaxshi. Xizmat ko'rsatishlari ham yaxshi. Qizlarning muomalalari yaxshi. Doktorlar ham juda yaxshi, tajribali doktorlar ekan. Ham suvlaridan shifo olib, ham kapelnitsalar, ukollar har taraflama yaxshi ekan. Mani sahrim, diabet kasalim, ham davleniyam, ham yuraklarimda muammo bor edi. Yaxshi, hammasi oltin gurgutli suvlari bor ekan. O'tli vannalari bor ekan. Massajlari, hamma narsalari bor ekan. Yaxshi, dardlarimga shifo oldim. Allohim rahmat shularga ham. Kelsanglar yaxshi ekan demoqchiman. Yana nima desam ekan sizlarga? Hamma taraflama qulayliklari, anchagina qulayliklari bor ekanda. Shuni aytmoqchi edim. Sizlar ham kelinglar, davolaninglar. O'zinglar qiynalgan kasalliklaringlar, savol-javobliklar bo'lsa, mana shulardan so'rab, surishtirib kelsanglar juda ham yaxshi ekan. Birinchi marta kelishingizmi Xo'jona sanatoriyaga? Ha, birinchi marta kelishim. Birinchi marta. Bu dardingizga davo olib, og'irlash pasaydimi sizda? Ha, alhamdulillah, shukr, yaxshi. Necha kun dam oldingiz? 7 kun dam oldik. Bugun 7-chi kun. Bugun 7-chi kun. Uyga qaytmoqchimiz, xudo xolasa. Rahmat, shunchalik yaxshi, hammasi yaxshi. 7 kunlik natija yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshi. Xizmat ko'rsatishlari ham nihoyatda yaxshi, qizlarning muomalalari ham yaxshi, juda ham yaxshi. Bizni sanatoriyani sizni ko'rib turgan o'rtoqlaringizga tavsiya qilasizmi? Kelsa bo'ladimi? Kelsa bo'ladigan, juda ham yaxshi. Kelib davolanib, dardinglarga shifo topib ketinglar. Kelinglar. Sog' bo'ling Xo'jona. Shifo bo'lsin. Olgan muolajangiz tanangizga shifo bo'lsin ilohim. Yana ko'rishni, yana sizni kutib olishni bizga ham nasib qilsin. Kattakon rahmat. Xudo xolasa noyabrda ko'rish Allohim nasib qilsin deb turibman. Rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar, rozi bo'linglar xizmatinglarga. Rahmat.